O'rtoqlar, hozirgi videoda ko'rishingiz mumkin, firibgarning eng oddiy lekin xatarli usuli. Diqqat bilan o'rganing. Ko'pchilik sotuvchilar quyidagi katta xatoga yo'l qo'yadi. Pulni olmasdan turib, qaytmani sanay boshlaydi. Hozirgi videoda ko'rishingiz mumkin, как bitta kassirni ikkita firibgar aldashga yo'l qo'yadi. Ko'rishingiz mumkin, hozirgi holatda videoda kassir ayol kishiga qarab turibdi, itagicha erkak kishi kelib, gapga aralashib, nimadir olmoqchi kassadan. Shu paytda erkak kishi katta kupyura nominalida pul beryapti kassirga. Shu payt уже kassirni vnimaniyasi erkak kishiga qarab ketyapti, также shubhalanib qolyapti. Pul olmasdan ko'rishingiz mumkin, erkak kishi pulni bekitib qo'ydi. Kassir pulni olmasdan уже sdachi qaytarib bermoqchi erkak kishiga. Shu paytda kassir bilmasdan sdachi qaytaryapti va shu holatda kassada уже sizlar minusga tushib qolyapsizlar. O'rtoqlar, shunaqa holat sizlarni kassirlar bilan uchramasligi uchun siz mijozingizga qarayotganingizda qancha qaytam berishingizni aniq bilishingiz uchun summani kiritganingizda dasturni o'zi ko'rsatib beradi, qancha qaytam qaytarib berishingiz kerak.